uchun men aytdim sizga. 1,5 ta do'stim bor dedim. Mana shu holatdan iqtibos olgan holimizda har bir holatni, har bir yaxshilikni biz siz esga olaylik bugun. Bugun do'stlar masalasi, qarindoshlar masalasi, birodarlar masalasi juda qiyin holat. Juda mushkul holat. Juda qiyin vaziyat bugun. Bugun katta ehtimol bilan ayta olamizki, na bitta do'stingiz bor, na yarimta bor. Na molini beradigani bor, na bir jonini beradigani bor. Xohlasangiz sinab ko'ring. Alloh taoloning o'zi fazl bersin. Bor bo'lsa-ku, mashalloh. Alloh taolo har biringizga yaxshilik bersin. Alloh fazilat bersin. Alloh ziyoda qilsin. Endi bittalik do'stingiz bormi, yarimtalik bormi? Alloh